Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoli. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Rustam Umarovni RBKning Ukraina bo'limiga ma'lum qilishicha, Kiyev bilan Moskva, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining kafolati bilan 1200 nafar asirni almashishga kelishdi. Rustam Umarovning urg'u berishicha, bu kelishuv Rossiya va Ukraina o'rtasida fojiaviy muammo sifatida e'tirof qilingan frontda halok bo'lgan askarlar murdalarini ham almashishni ta'minlashga xizmat qiladi. Rustam Umarovning yakuniy xulosasiga ko'ra, ushbu kelishuv yangi tinchlik muzokarasiga tamal toshini qo'yib berdi va tomonlar front borasida yana muzokara olib borishga rozilik bildirdi. Endi Ukrainani Zaporojyega hujum va bu hujumga Rossiyaning javobiga o'tamiz. Zaporojye gubernatori Balitskiyning o'zini Telegram kanalida qayd qilishicha, 16 noyabrga o'tar kechasi Ukraina havo kuchlari Zaporojyedagi bir qancha elektr stansiyalariga zarba berdi. Natijada 44 mingdan ortiq aholi vaqtinchalik elektr energiyasidan uzilib qoldi. Ukrainaning Strana agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya 16 noyabr kuni tongda Ukrainaning Zaporojyega basiga Dneprga hujum bilan javob qaytargan. Stranaga ko'ra, Rossiya bu safar Dnepr shahridagi Optima Pharma kompaniyasiga tegishli bo'lgan dori-darmon zaxira omborini nishonga olgan. Zarba oqibatida esa butun Ukraina bir oylik dori-darmon zaxirasini 20% dan mahrum bo'lgan. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib bildirishicha, 15 noyabr kuni Rossiya armiyasi Zaporojye viloyati tarkibidagi Yablokova qishlog'i nazoratini o'z qo'liga oldi va Ukrainaning barcha frontlardagi bir kunlik yo'qotishlari soni 1505 nafar askarni tashkil qildi. RIAning xabariga ko'ra, Rossiya havo mudofaa tizimlari 16 noyabrga o'tar kechasi Ukrainaning 57 ta dronini urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. Endi Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampni Venesuela bo'yicha o'z maqsadiga erishish ostonasida turganiga oid kutilmagan axborotga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. New York Times agentligining xabar berishicha, 16 noyabr kuni Venesuela prezidenti Nicolas Maduro Trampga o'z vakillari orqali Venesuela neftining katta qismini nazorat qilish imkoniyatini taqdim qiluvchi taklif bergan. New York Times'ga ko'ra, agar Tramp kallasi uchun 50 million dollar mukofot e'lon qilgan Venesuela prezidenti Nicolas Maduroning taklifini qabul qilsa, u holda Pentagon o'zini Janubiy Nayza operatsiyasini to'xtatishga majbur bo'ladi. Ammo shu joyi borki, bu taklif haqiqatdan ham mavjud bo'lsa, Venesuela o'zini juda katta neft konlarini yo'qotishi mumkin. Bilmaganlar uchun eslatma, Qo'shma Shtatlar mabodo Venesuelaga qarshi qandaydir harbiy operatsiya boshlaydigan bo'lsa, unda Rossiya Venesuela himoyasiga kirishishi shart. Sababi ikki davlat, ya'ni Rossiya va Venesuela 2025-yilning 7-may kuni strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolagan va bu shartnomaga ikki davlatning xavfsizlik masalalari ham kiritilgan. Bundan tashqari, Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasi Venesuelada o'z zavodiga ega va Rostexning Venesueladagi zavodi frontga bir yilda 70 milliondan ortiq 7,62 mm kalibrli patronlar yetkazib bermoqda. Shunday ekan, Maduroning qo'rquviga hali erta. Endi Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muddatiga oid axborotga o'tamiz. Misl Polska agentligining xabar berishicha, 16 noyabr kuni Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy bormay kelmay, aniqrog'i hech kimdan ruxsat olmay Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish davrini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Kiyev 2030-yilda Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosiga aylanadi. Sikorskiyning eslatishicha, Vengriya va Slovakiyani, shuningdek Xorvatiyani Ukrainaga bu yo'lda qo'ygan taqiqi befoyda. Negaki Kiyev allaqachon Yevropa ittifoqi tarkibiga kirish uchun nomzod davlatlar ro'yxatidan o'rin olib bo'ldi. Endi New Yorkdagi yahudiylarni qurollana boshlaganiga oid xabarga o'tamiz. New York Post agentligining axborotiga ko'ra, New Yorkda istiqomat qiluvchi yahudiylar Zahran Mamdani New York shahri meri sifatida faoliyat boshlagani sababli qurollanishga kirishgan. New York Post'ni bildirishicha, shahardagi yahudiylar Zahran Mamdanining musulmon ekani sababli o'zlariga tahdidlarni oshishidan xavotir olmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz.